Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan jazo muddatini o'tayotgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra 615 nafar shaxs afv etilib, 287 nafari hududiy probatsiya bo'limlari hisobidan chiqarildi. Ular orasida surxondaryolik fuqarolar ham bor. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Termiz shahrida yashovchi Samidjon aka o'zining sodir etgan jinoyati sabab ozodlikdan mahrum etilgandi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Prezidentimiz farmoniga asosan u oilasi, yaqinlari bag'riga qaytdi. Aslida umr misoli gul, uni qanday yashab o'tish esa insonning o'ziga bog'liq. 2 nafar farzandning otasi Samidjon aka muhimi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish va to'g'ri yo'lni tanlash deb biladi. Jazo muddatimni o'tash davomida jinoyatimni qanchalik og'irligini, noto'g'riligini tanlagan yo'limda tushunib yetdim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan afv etildi. Buning uchun Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga kattadan katta rahmat aytaman. Oilamda, ota-onam baxtiga qaytardi, farzandlarim baxtiga. Bundan keyin O'zbekistonga, vatanimizga sodiq farzand bo'lishga, yetuk farzandlar yetishtirishga va'da beramiz. Mamlakatimizda insonparvarlik va mehr-shafqat tamoyillariga uyg'un holda amalga oshirilayotgan ushbu chora-tadbirlarda afv etish jarayonida mahkumlarning shaxsiy xulqi, tuzalish yo'liga kirganligi, jamiyatga qayta moslashishga tayyorligi va oilaviy sharoiti atroflicha o'rganildi. Surxondaryo viloyatidan jami 71 nafar fuqaro afv etildi. 27 nafari jazoning 3dan 1 qismiga qisqartirildi. 4 nafari hozirgi kunda ozod etilib, o'z oilasi bag'riga qaytarildi. Hozirgi kunda har bir shu ozod etilgan shaxslar bilan manzilli ishlar olib borilmoqda. Afv etilgan fuqarolar uchun endilikda o'z hayotini barpo etish, jamiyat ishonchini oqlash va yurt ravnaqiga o'z hissasini qo'shish uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, Surxondaryodan.